Assalomu alaykum. Bugungi darsimizni umuman boshqacha bo'ladi. Yaqinroq kelib olasizlar. Yaxshilab eshitasizlar, chunki jamiyatimiz rivojlangan sari, buxgalteriya rivojlangan sari unga daxldor bo'ladigan narsalar ham ko'payib boryapti. Biz har xil programmalarni ko'rganmiz. Aynan buxgalterlarning qulayligi uchun har xil programmalarni ko'rganmiz. Bu programmalar sizlarni o'zi buxgalter qilib qo'ymaydi, lekin bu programmani o'rganib olsangiz sizga ayni muddao bo'ladi. Biz o'zi buxgalteriya kurslarimizda, ya'ni o'zim dars o'tadigan kurslarda 1 ham 1 dan ham foydalanishni ko'rsatib o'taman. Bugungi darsimiz aynan 1 ga ataladi. Hozircha kirish qismini ko'rib o'tamiz. Xudo xolasa rejalarimizda bor. Har juma aynan 1 ga atalgan darslarimizni YouTube'da ko'rib boramiz va bu seriyali bo'ladi. Shuning uchun podpisatsiya tugmasini bosing, like bosing. Qanchalik ko'p like bosadigan bo'lsangiz, shunchalik boshqa buxgalterlarga ham manfaatli bo'ladi. Umuman olganda 1uz nima? Aynan O'zbekiston platformasi, aynan o'zimizniki, ya'ni milliy mahsulot hisoblanadi va uni qulayliklari juda ham sodda bo'lganligi uchun biz bu narsani jamiyat uchun foydali bo'ladi deb kontent olishga harakat qildik. Ko'p narsalardan oddiy foydalaniladi. Ko'p jihatlaridan boshqa programmalardan ustunligi bordir. Ustunligi bor yoki yo'qligini o'zingizlar xolisona aytsanglar ma'qul bo'ladi. Yana bitta narsa, 1uz platformasini agar bugungi darsdan keyin sotib olmoqchi bo'lsangiz, aynan linkini qoldirib ketaman. Bemalol o'sha yerda kommentariyani o'ziga kirib, o'sha yerdan siz opisaniyadan mani promo kodimni terib beradigan bo'lsangiz, sizga dahshat skidkalarni qilib berishadi bu programmada. Ancha manfaat olasiz va bitta programmada ko'p baza, alohida baza qanaqa bo'lish kerakligini ham bugungi darsimizda ko'rib o'tamiz. Yaqinroq kelamiz, diqqatli bo'lamiz, podpisatsiya bosing, chunki keyingi mavzularni o'tkazib olmasligingiz uchun. Ketdik. Demak, mana bu 1uz programmasi bemalol shuni ustanovka qoladigan bo'lsanglar, 1uzdan bemalol foydalansanglar bo'ladi. Mana 1uzni qo'yganinglardan keyin, litsenziyasi qo'yilgandan keyin bemalol xohlaganinglarcha korxonani alohida bazada, aynan alohida, har bitta baza uchun alohida pul to'lovi yo'q. Alohida baza qilib ochsanglar bo'ladi. Birinchi bo'lib sozdатga kiraman. Sozdатga kirganimdan keyin naименование bazani yozaman. Misol uchun Otabek titilcha bo'lib qolibdi. Otabek Kadirov kurslari. Endi biz kurs ham o'tamiz-ku. Shuning uchun kurslari degan joyi bor, o'zim kurs o'taman. Undan keyin OK bosaman. Bu bazani nomi bo'ldi. OK bosganimdan keyin Dalini bosaman. Otabek Kadirov kurslari naименованияsi to'g'riligini ko'raman-da, gatovani bosaman. Mana bu yerda Otabek Kadirov kurslari degan alohida baza qilib beradi. Bu alohida baza bo'lib turibdi, bu alohida baza bo'lib turibdi. Endi shu holatda Otabek Kadirov kurslariga kiraman. Endi bu yerda hozir обновление so'rayapti menda. OK bosaman, o'zi sekin litsenziyasi bo'lgandan keyin обновление qilib hammasini to'g'rilab beradi. Bu yerda muammo yo'q. Mana kirib oldi. Hozir hamma narsaga, hamma joyga bu yerdan sizlar shriftlaringlarni, arxivatsiya bazalarini to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Har hafta qilsanglar bo'ladi, har kuni qilsanglar bo'ladi обновлениясini, ya'ni сохранениясini, ежемесячный, ежегодичный. Bu yerda qayerda arxiv qilishi, ya'ni просто arxivlab qo'yadi bu. Bu nima demoqchiman? Arxivlangan fayl bo'ladi. Misol sifatida hozir ko'rsataman. Umuman olganda mana bu 1uz arxiv ichida aynan arxivlar turadi. Hozir bu yerda 1 2 3 arxivlab qo'ygan, boyagi ko'rsatganimni. Keyingi holatda hozir arxivlash yoqqanimdan keyin har bitta qadamimni arxivlab boradi papka qilib. Ya'ni OK bosaman. Umuman olganda hammasi bo'ldi. Endi bu yerda hammasini tanishtiradi, vperyod qilaman. Umuman olganda konstantalarni to'ldirganda hozir bu narsani ham ko'rsatib o'taman, qanaqa konstanta to'ldirishi. Esa olingandan keyin bu programmani xuddi boshqa programmalardagi ключlarni so'raydi. O'sha ключ asosida kirib olsanglar, bank klientinglar bormi, shot fakturalar bormi, aynan shu yerda o'zidan yuborib, shu yerda o'zidan hamma narsani qabul qilib ishlasanglar bo'ladi.
umuman muammo yo'q. Mana bizda hozir birinchi konstant o'zi uni yopib olganlardan keyin misol uchun bu yerda aynan hech narsa bo'lmaydigan bo'lsa biz konstantlikni qayerdan olamiz? Общийni ichida mana bizda konstantlik turibdi. Demak, bu yerda ham umuman o'zinglarni qiynab o'tirishinglar shart emas. Hamma narsa oddiy, sodda programma. O'zi buni o'zbek tilida ham qilsanglar bo'ladi, rus tilida ham qilsanglar bo'ladi. O'zbek tiliga o'tishni bossanglar, umuman olganda butun programmanglar o'zbek tiliga o'tadi. Mana Otabek Kadirov kurslari papkasi, ya'ni arxivi shakllanib qolganini ko'rsatib turibman. Demak, ochish qilaman. Mana hamma narsam aynan bir uzda o'zbek tiliga o'tgan bo'ladi mana. Ko'rdinglarmi? Endi ustun taraflari boshqa programmalardan aynan shu deb ham o'ylayman, chunki hamma ham rus tilini bilmasligi mumkin buxgalterlarni. Bir xil aytadi, buxgalteriya kiryapsanmi, rus tilini o'rganib olgin deydi va hokazo. No, hozir aynan biz mana o'zbek tiliga ham o'tkazib olsak bo'ladi, qaytib yana rus tiliga ham o'tkazib olsak bo'ladi. Bu yerda hech qanaqa muammo yo'q. Faqat bitta programmaga qaytib kirib chiqadi. Yana bitta yaxshi tarafi, menga bu programmani yoqqan tarafi zagruzkasi tezroq. Misol atirgul rasmini kutib o'tirib, qachon kirib bo'ladi bu narsaga, mani kompyuterim sekin ishlaydi, mani kompyuterim tez ishlaydi degan tushunchalardan yiroqroq-da. O'shani hisobiga. Bu korxonada nima qilish kerak ekan? Hisobotlarni qanaqa qilish kerak ekan? Yaxshiroq buxgalteriya qayerdan topaman? Hamma buxgalter davlatga hisobot beradi. Menga kim hisobot beradi? Unda men Otabek Kadirov aynan sizlarni haqiqiy bosh buxgalter bo'laman deganlarni 25-iyul yoz oyining eng oxirgi kursi 11:00 da start oladigan, onlaynda ham, offlaynda ham haqiqiy bosh buxgalterlarning bosh buxgalteri kursiga taklif qilaman. Aynan 25-iyul soat 11:00 da har shanba bo'ladigan bu kursimiz umuman boshqacha bo'ladi. Aynan boshqacha va haqiqiy buxgalter bo'laman deganlar uchun. Yana bir narsani aytib o'tay. Kimki bir uz programmasini o'ziga o'rnatadigan bo'lsa, skidka deb so'raganlar uchun bu kurs aynan siz uchun bo'ladi. Demak, quyida keltirilgan promokod bo'yicha bir uzga murojaat qiladigan bo'lsangiz 30% skidkaga ega bo'lasiz. Bemalol Otabek Kadirov kurslarida haqiqiy bosh buxgalter bo'lmoqchi bo'lganlar uchun ayni muddao va yozning oxirgi va haqiqiy bosh buxgalterlarning bosh buxgalter kursining oxirgi versiyasi. Demak, 25-iyul soat 11:00 da onlaynda ham, offlaynda ham diydor ko'rishguncha salomat bo'ling. Haqiqiy bosh buxgalterlarning bosh buxgalterlari. Otabek Kadyrov путь, а не удача. Где другие ждут, он делает задачу. Xo'p, endi umuman olganda konstantalarga o'taman. Mana konstantaga o'tganimdan keyin mana bu holat bo'ladi menda. Men bu konstantalarni kirgizaman. Endi parametrlarni sozlab, hamda sanalarini to'g'rilab qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni qaysi sanadan kirgizayotganinglarni ko'rsatib, u botda ham muammo emas, qaysi sanadan hisoblashni boshlashligini ko'rsatib beradi. Xo'p, endi mana bu yerda har bittasini o'zingiz ruchnoy to'ldirsanglar bo'ladi. Undan tashqari INNni kirgizib to'ldirsanglar ham bo'ladi. INNni kirgizaman. Mana korxonamnikini, mana menda hamma narsani kerakligicha to'ldirib beradi. Xohlasanglar lokatsiya kirgizinglar, guvohnomani kirgizib qo'ysanglar bo'ladi, ro'yxatga olingan sanani ko'rsatsanglar bo'ladi va hokazo hamma narsani o'zingizlar tortib, o'zingizlar to'ldirib olsanglar bo'ladi. U ham muammo emas. Tashkilotning DSI'sini yozib qo'yasizlar. Misol uchun qaysi tuman yoki qaysi viloyatda joylashgan yoki shahar davlat soliq boshqarmasiga qarashlikmi, aynan shu yerda ko'rsatib o'tsanglar bo'ladi. Qat'iy hisobot topshirsanglar, eng kam ish haqqini o'zi ko'rsatib beradi. Plastik raqamlarni hammasini kerakligini to'ldirib olasizlar. Mana bizning Olmazor tumani deb ko'rsatib beryapti hozir elektron hisobotlar qat'iy topshirilishi kerakligini. Faoliyat turlaringlarni to'ldirsanglar bo'ladi. Umuman olganda qattiq hisobga qo'yish narxlari, nimalarni qiladi, nima bilan shug'ullanadi, tovar moddiy boyliklarni hisobdan chiqarish, qanaqa komissiya raisi bo'ladi, qanaqa asosda bo'ladi, nechta ishtirokchisi mavjud va hokazo. Logotiplarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi.
Sababi logotip qo'yishdan sababi ko'pincha xatlarni yozayotgan paytimizda tayyor logotiplarni chiqarishligi uchun. Endi saqlashni bosaman, okey bosaman. Tashkilot adresiga geolokatsiya avtomatik uddalamadi deyapti. Demak, lokatsiyamizni avtomatik ravishda agar biz programmaga kirgizgan bo'lsak, bemalol avtomatik ravishda tortib oladi. Hozirgi holatda bizda mana bu konstantilarim o'zgardi. Hamma operatsiyalarim Otabek Kadirov kurslari masalasida ketaveradi. Misol uchun bankka kiradigan bo'lsak, bank hujjatlarini olib qiladigan bo'lsak ham yaratish qilamiz, to'lov topshiriqnomasini qilsak ham, misol asosiy hisob raqamimizni o'zi turadi. Asosiy hisob raqamimiz o'zi to'ldirilgan bo'ladi. Hammasini bemalol qilib chiqsak bo'ladi. Endi hamma o'sha konstantilarimizni to'ldirilib bo'ldi. Hattoki xatlar yozayotgan paytimizda ham to'ldiradi. Endi yana bitta narsa, men umumiy hisobda programma haqida umumiy ma'lumot berib ketaman. Demak, fayllarning ichida xuddi o'sha o'zimizning fayllarni hammasi qanaqa qilib kirgizilgan bo'lsa, xuddi boshqa programmalarda ishlayotgan bo'lsa, fayllarda bor. Umumiyning ichida konstantilar, markaziy ma'lumotlar, operatsiyalarimiz, jurnal operatsiyalarimiz bo'ladi. Qaysi provodga qanaqa o'tganligini, keyin valyutalarni qayta baholash degan tushuncha ham bor. Aynan markaziy bank hisobidan oladi bu. Umuman olganda umumiyda hamma sizga kerakli bo'ladigan narsalar. Ruchnoy provodkalar qo'l o'tkazmalarida kirgizilgan. Mabodo qaysi provodkani programmada qila olmasanglar yoki tushunmay qoladigan bo'lsanglar, ruchnoy provodka mana mashdan berib olsa bo'ladi. U ham muammoni ko'rsatib bermaydi. Bank kassani ichida bank operatsiyalari bilan kassa operatsiyalarimiz hammasi turadi. Terminal to'lovlari degan joy alohida mavjud. Bu yerda aynan terminal to'lovlari haqidagi ma'lumotlarni alohida olsanglar bo'ladi. Undan keyin asosiy vositalar, nomoddiy aktivlarniki, tovar moddiy zaxiralarni kirimi, ko'chirish, inventarizatsiya, hisobdan chiqarish, ya'ni hattoki spisaniyani ham hujjatlari alohida turibdi. O'zaro hisob kitoblar bu yerda shot fakturalar, aksiyalarimiz turadi bu yerda, ish haqi masalasi ham turadi. Hammasi alohida turibdi bu yerda. Soliqlarimiz, yana bitta narsa, soliqqa hisobotlarni ham o'tkazsa bo'ladi. U ham muammo emas, hali darsimiz davomida ko'rsatib o'taman. Kuryerda bu yerda sinxronizatsiya qilish bo'ladi. Ya'ni siz o'zingizni ключingizni kirgizganingizdan keyin sinxronlash deganda sizni hujjatlaringizni orqali, ya'ni bitta foydali tarafini tushuntirib ketay. Aynan sinxronizatsiyada, misol uchun bitta ikkita narsani o'zingiz kirgizadigan bo'lsangiz, keyin sinxronizatsiya qilsangiz, yordami, искусственный intellekt yordamida o'shalaringizga mos ravishda prihodlarni to'g'ri oladi. Keyin uni bir xil programmalarda otini aytmayman, bir xil programmada ko'rganingizda bankka raznoska qilayotgan paytda xohlagan shotiga xohlagan narsasini qo'yib yuboradi-yu, aynan bunaqa narsa yo'q, искусственный intellekt bo'yicha bu narsani ham ko'rsa bo'ladi. Bu yerda savdo, ya'ni savdo bilan shug'ullanadigan tashkilotlar uchun kirim, chiqim operatsiyalar hammasi ko'rsatiladi. Undan tashqari material hisobotda ham qayerlardandir qidirib yurmaysiz, tayyor turadi u. Price listingizni ham kirgizib qo'ysangiz bo'ladi, u ham muammo emas. Hattoki Exceldan sinxronlab olsangiz bo'ladi. Ishlab chiqarish, glavniy narsa ishlab chiqarish ma'lumotlari tan narxi o'zi hisoblash imkoniyati mavjud. Shuning uchun hech qanaqa muammo yo'q. Qo'shimcha hujjatlar mamta bo'ladi. Ya'ni hisobotlarning qo'shimchalari bu yerda bo'ladi. Keyin yana bitta ustunlik taraflardan bittasi rahbarga beradigan hisobotlarimiz bor. Biz ko'pincha rahbarga emas, налоговga hisobot berishga o'rganganmiz-ku. Aynan rahbarga beradigan hisobotlarimiz ham bu yerda bemalol olib ko'rsatsak bo'ladi. Hozir yana bitta narsaga e'tiboringlarni qarataman. Mana aynan elektron hisob operatori sifatida tanlanmaganda otda sinxronlashib bosgan paytimda ha deb bosaman va ключimni o'zi topib, o'zi kirgizib qo'ygin deydi. Ключimni o'zi topdi-da, o'zi kirgizgin deb aytibdi. Mana men kirdim, aynan ключim bo'yicha hamma narsalarni o'zini sinxronlab berish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'shanda muammo bo'lmaydi. Mana uspешно deyapti. Sinxronizatsiya bo'ldi, ключlarim o'tirdi. Kerakli joyda kiruvchi hujjatlarni ko'raman. Mana bu yerdan imzolash, hattoki sizga kelgan hujjatlarni imzolashingiz mumkin va sizdan chiqib ketayotgan hujjatlarni olib tashlashingiz mumkin. U ham muammoli narsani yaratib bermaydi. Shuning uchun
bu yerda bemalol sinxronizatsiya qilib yakunlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni imzolash, yuborish, hujjatlarni yuborishingiz mumkin bo'ladi. Umumiy olganda bir uz programmasi mana shu narsadan iborat bo'ladi. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirsanglar bo'ladi. Sekin-sekin podpisatsiya qilib qo'yishni unutmanglar, esingizdan chiqarmanglar. Umuman olganda mana shu bir uz. Hozir boshlanish. Endi hali qanaqa qulayliklari bor, savdoda qanaqa ishlatiladi, ishlab chiqarishda qanaqa ishlatiladi, undan tashqari boshqa xizmat ko'rsatishda qurilish tashkilotlari qanaqa ishlatiladi, bu narsalarni hali sekin darsimiz davomida ko'rib o'tamiz. Asosiy mavzu shu edi. Yana bitta narsa, biz kurslarni har oyda yangisini ochamiz. Aynan bu oydagisi oxirgi haqiqiy bosh buxgalterlarning bosh buxgalterini kursini oxirgisi, ya'ni yoz oyi uchun. Umuman boshqa atmosfera, umuman boshqacha nigohlarda bo'ladi. Hamma sohani amaliy tarafini ko'ramiz. Shuning uchun srochniy telefon qilib joylarni olinglar. Joy qolmaydi. Onlaynda ham, offlaynda ham joy qolmaydi. Ertaga afsuslanmanglar. Ya'ni sentyabrga borib, kuchli buxgalter bo'laman, men yangi narsa boshlayman, bo'ldi. Endi o'zimnikini o'tkazaman. Va yana bitta narsa, tekshiruvlar qanaqa bo'lishini ham ko'rib o'tamiz. Umuman olganda bu kurs haqiqiy sizlarni buxgalter qila oladigan kurs. Boshqalardan ustun tarafimizda bitta joyi bor. Ya'ni biz hamma videolarni zapis qilamiz, hamma darslarni video tasmalarga olamiz, o'zingizlarga yuboramiz. Mabodo qayerdadir nimadir bo'lgan bo'lsa, esingizlardan chiqib qoladigan bo'lsa, bemalol yana qayta ko'rish imkoniyati mavjud bo'ladi. Adinesi ham, bruzi ham hammasi bo'ladi videolari. Shuning uchun shoshilinglar, joylarni olinglar. Rostakasim buxgalter bo'laman deganlar uchun. Boshqalar emas, aynan rostakasim kuchli buxgalter bo'laman deganlar uchun. Kelasi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling, buxgalterlarning bosh buxgalterlari. Qaysi kursni bitirsangiz buxgalter bo'lishingizni yoki kurslarni bitirib shogird bo'lib qolaman yoki bo'lmasam doimiy yordamchi bo'lib yana qanchadir vaqtimni ketkazishim kerakmi deb o'ylayotganlar uchun bizning kursimiz, ya'ni shaxsan men Otabek Kadirov buxgalterlarning bosh buxgalteri kursiga start beraman. Kursimiz davomida siz umuman boshqa atmosfera, umuman boshqa buxgalteriya, siz hattoki tasavvur ham qila olmagan buxgalteriyani, siz umuman boshqacha qilib tasavvur qilgan fanni, tasavvur qilgan kasbni oddiy yo'nalishda haqiqiy bosh buxgalter bo'ladigan darajada o'rgatadigan kasb sifatida ko'rsatib beraman. Bizning kurslarimiz onlayn va offlayn tarzda bo'lib o'tadi. Albatta bu kurslarimizda siz ishlab chiqarish buxgalteriyasi bo'ladimi, xizmat ko'rsatish buxgalteriyasi bo'ladimi, savdo bo'ladi, magazin, apteka, qurilish, qaysi sohani buxgalteriyasi bo'lishidan qat'iy nazar, siz haqiqiy aynan bosh buxgalter qanday bo'lishini bilib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Quyida keltirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling, yoziling. Joylarimiz soni guruhlarda 18 kishi. Kichik guruhlarimizda 5 kishi hamda yakka tartibdagi guruhlarimiz ham mavjud. Agar siz ishlayotgan buxgalter bo'lsangiz ham tashrif buyurishingiz mumkin. Nimadir hisobotlarni qila olmayapsizmi? Yoki kimdandir yordam so'rashni bilmayapsizmi? Tanishlaringizdan yordam so'rasanglar uyalish mumkinligi, qanaqa buxgaltersan deyish mumkinmi? Demak, biz doim siz uchun tayyor turamiz. Shaxsan o'zim o'tadigan kurslarim, ya'ni buxgalterlarning bosh buxgalterida siz kimningdir shogirdi emas, kimningdir yordamchisi emas, aynan bitirishingiz bilan bitta bo'ladimi, 10 ta bo'ladimi, 15 ta bo'ladimi yoki o'zingiz shogird olib 20 ta 30 ta firma qilasizmi? Bu sizning ixtiyoringizda. Siz albatta buxgalterlarning bosh buxgalteri bo'lishingiz kafolatlanadi. Hech qanday muammolarsiz, nazariyadan ancha uzoq. Buxgalterlar haqiqatdan ham qanday ishlashini bilmoqchi bo'lsangiz, biz birinchi darsdan sizni korxonada buxgalter qanday bo'lishini o'tkazib ko'rsatishni boshlaymiz. Hujjatlar bilan ishlashni boshlaysiz. Buxgalteriya qilishni, hisobotlar topshirishni, rahbarga, soliqqa nima deyish kerakligini, pravodkalarni hammasini, umuman kelajakda qayerdadir qoqilishingiz mumkin bo'lgan joylardan aylanib o'tishni ko'rib o'tamiz. Buxgalterlarning bosh buxgalteri kursimiz
Boshqalardan farqi biz nazariyadan ancha uzoqdamiz. Har bir qilayotgan, hisoblayotgan narsamizni hozir trendda bo'lgan 1S programmasida qanday o'tilishi, qanday joylanishi, biz qo'lda hisoblagan hisobotlarimiz 1S'da qanday aks ettirilishini ko'rib o'tamiz. Umumiy hisobda 7-darsning o'zidayoq siz 6 milliard, 7 milliardlik tashkilot, ya'ni ishlab chiqaruvchi tashkilotni bemalol balansini chiqarishingizni shaxsan o'zim kafolatlab beraman. Demak, quyida keltirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling, yoziling. Biz kursimizga, ya'ni buxgalterlarning bosh buxgalteri kursimizga start beramiz. Onlayn va offlayn tartibda bo'ladi. Yana bir narsa, biz har bir darsni video tasmalarga olamiz va bu darslar albatta sizga yuboriladi. Kelajakda ham qandaydir savollar tug'ilib qolsa, shu darslikni ko'rib, yana esingizga tushirish imkoniyati mavjud bo'ladi. Guruhda, yakka tartibda yoki kichik guruhlarda o'qimoqchi bo'lsangiz, qo'ng'iroq qiling. Siz albatta kelajakda eng zo'r buxgalterlarning eng zo'ri bo'lishingizga ishoning. Biz albatta bu narsani ta'minlashimizga ishonamiz. Kelajakda ko'rishguncha salomat bo'ling, bo'lajak buxgalterlar.